Mana ruhtuqqanlar 10 necha ming degan pulga 2014-niki qonunliq gezivat 4 chaq tatadigan bütün resmetler yip-yangi olgan pekadan bir ta elib keldik. Oldin qatim chiqargan Dolfin Ulgramiga ruhtuqqanlar mana jurayim jalliq besib biz jalliq güvence oqsanglar. Mening basını itan muvafiq birma. Maşinamiz 2014 birinchi nupuskanlıgan Payliansiya 2.5 chiqdi. 4 chaq tatadigan nusxasi ruhtuqqanlar. Haqiqiy Yaponning mana Isuzu motorum Jinko chiqqan mashinalar. Chidamchanligim intayin yaxshi, dipers egiz mashinaniki. İçi qarasaq bo'ldi mana burun konus qutga olganlik uchun qo'lda qo'shiladigan sutchi. Hech qanday bilak so'zadigan ortiqchiligi yo'q bu mashinaning. Chidamchanligi intayin yaxshi chiqdi va bu mashina buz bilan shoferning o'zi buzilib qolgan mashina birisi va mana. Mashinaniki kuzov hamda degankidek uzun emas, bak qisqim chiqmaydi. Amuştan mashina ehtiyoji va ruhtuqqanlar bizdan jalliq aloqalashsangiz bo'ldi. Mashinaning qirqiri, sir-siri har qanday bejirim turgan mashina. Mana 4 paychaqim yip-yangi mashinaniki. Mushta mashina asa xulti, pus azan asa xulti degan ruhtuqqanlar 192 0997 2019 degan nomerlar aloqalashsangiz bo'ldi. Mashina dakon tushmaydi va naqd pul sotildi ruhtuqqanlar. Qo'llash uchun bir toz yurakni besib bizning g'anjoq qolgan bo'lsanglar, hozirgi mashina o'rni shinxada, naqmal.